Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hop, sizlarga endi mana gipsokardon ishlarimizni ko'rsatamiz. Mana hozir eski holati bu. Eski holatda DPdan navoli qilib qilingan uyni yangicha zamonaviy ko'rinishda qildik. Hozir bu buzish jarayonlari, reykadan sug'urilayotgan holatlari DPni navoli qilib eski stilda qilingan. Uni ko'chirib boshqatdan gipsokardon bilan ishladik. Mana bu xonamiz endi tayyor bo'ladi. Buni ham videosini qo'yamiz xudo xolasa. Bu ham shu qo'shnavo bo'lgan. Mana bitgan holatiga xudo xolasa high-tech usulida oralariga led lampochkalar qo'yilgan. Qirg'idan ikkita doroshka, o'rtadagi oralig'imiz 30 sm. Remontda xudo xolasa bundan ham chiroyli ko'rinadi. Videolarni kuzatib boringlar. Yana bundan go'zal ishlarimiz xudo xolasa oldinda.